Bir kuni aeroportda bir jurnalist ayol so'rovnoma o'tkazibdi va yo'lovchilardan siz uchun eng dahshatli nima deb so'ragan ekan. Hamma har xil javob beribdi. Kimdir qiyoman debdi, kimdir urush debdi, kimdir esa kasal bo'lishni, kimdir pulni yo'qotishni, kimdir yaqinlarini yo'qotishni qo'rqishini aytibdi. Shunda yo'lovchilardan bir mo'ysafid erkakni ko'rib qolibdi, oq yaxtakda o'tirgan va jurnalist ayol u mo'ysafidni yoniga kelib, siz uchun eng dahshatli nima deb savol berganida, mo'ysafid savolga savol bilan javob beribdi. Kimsan debdi. Ayol o'z ismi sharifini tanishtiribdi. Bu isming, kimsan debdi. Ayol jurnalistman debdi. Bu kasbing, kimsan? Ayol o'z millatini tanishtiribdi. Bu millating, kimsan? Va ayol odamman debdi va o'ylabdiki, savolga to'g'ri javob berdim deb. Va mo'ysafid shunda aytibdiki, aslida eng dahshatlisi kimligimizni anglamaslik debdi. Bugun siz bilan kimligimizni anglash uchun ona qornidan tarbiya haqida gaplashamiz. Bugungi videoda siz bilan ona qornidagi tarbiyada ona nimalarga e'tibor berishi, xayrli farzandga ega bo'lish uchun nimalarga diqqat qaratishimiz va nimalardan ehtiyot bo'lishimiz haqida gaplashamiz. Chunki ona qornida bo'lgan farzand uchun ona butun bir dunyo hisoblanadi. U onaning harakatlari, emotsiyasi, fikrlaridan oziqlanadi. Bizda nimagadir o'ylashadiki, bolani tarbiyasi katta bo'lganida, esini taniganida, aqli kirganidan boshlanadi deb o'ylashadi. Aslida bolani tarbiyasi onani qornida 41-kunda uni yuragi urishi boshlagan kundan boshlanadi. Chunki ayni mana shu paytda bola butunlay onani hissiyotlarini, emotsiyasini, harakatlarini, fikrlarini o'ziniki deb bilib, aynan uni harakati, ya'ni man degan insonni shakllanishi ana o'sha paytdan boshlanadi. Shuning uchun homila davri insonni shakllanishida judayam muhim davr hisoblanadi. Ya'ni har bittamiz qachondir onamizni qornida bo'lganmiz va o'sha paytdagi onamizni qo'rquvlari, xursandchiliklari, gumonlari, yutuqlari, g'azablari hammasi bugun bizani kim bo'lishimizga qattiq ahamiyat beradi. Aslida, buni turmushda ham judayam ko'p marotaba isbotini ko'rgansiz. Oyiz qaysidir harakatlaringizni ko'rganda yo g'azablanganlarida, yo xursand bo'lganlarida, "O'zi senga homila paytimda man shunaqa tutganman o'zimni, o'zimni shunaqa his qilganman" deb aytadilar. Va hattoki sizni nimalarni yeyishni yoqtirishingiz ham ona qornida homila paytida onangiz nimalarni ko'p yaxshi ko'rib yeganlari, sho'r yaxshi ko'rganmilar, shirinlik yaxshi ko'rganmilar, achchiqqa yaxshi ko'rganmilar, sizni taom tanlashdagi moyilliklaringiz, ya'ni yoqtirishlaringiz ham ayni o'sha homila vaqtiga bog'liq. Agar buni ishonmasangiz, oyingizdan so'rab ko'ring, menga homila paytingiz qanaqa o'tgan deb. Man ko'p kuzatamanda, yosh onalar ona bo'lganida shunchaki oila a'zolari oldida "Mana man ona bo'ldim" degan bir sharafli unvonni yelkasiga taqadi. Xuddiki mana man endi haqli ravishda oila a'zosiman, man ayolman, yaxshi ayolman, ya'ni man oilaga farzand keltirdim degan. Lekin shunchaki dunyoga bola keltirishi o'zi ona bo'lishga yetarli emas. Onani roli faqatgina dunyoga keltirib, ya'ni qo'pol qilib aytganda tug'ishda emas. Bolani tarbiyasi, uni o'sha ona qornida bo'lgandagi holatlari, uni mas'uliyatini bo'ynida his qilgani bu judayam ahamiyatli. Chunki bola kimligini onani kimligidan shakllanadi. Agarda ona doim hayotda norozi, turmushidan norozi, eri bilan norozi, qaynonadan norozi, g'azabda bo'lsa, biz dunyoga yana bitta norozi shaxs keltirgan bo'ladi. Mana shuning uchun ahamiyat berib qaraylikki, homila davridagi fikrlarimiz teran bo'lishi. Yoki bo'lmasa, man kuzataman, olib kelishadi farzandini o'qimishli bo'lishini, badavlat bo'lishini, muvaffaqiyatli bo'lishini xohlaydigan onalar. Lekin nimagadir homila paytida ular ko'p tushkun holatda, g'azabda, dangasalikda, o'zi kitob o'qimagan, o'zi hayotda ilm o'rganmagan, qiziqmagan, lekin bugun bolasini boy, badavlat, o'qimishli bo'lishini xohlab qolgan bo'lsa, buni fundamenti unda yo'q. Ya'ni bolaga asos bu onani homila paytidagi fikrlari, turmush tarzi va emotsiyalari bo'ladi. Yana bitta muhim ahamiyatli joyi shuki, insonni hayotda o'zini qanaqa his qilishini ham ona homila paytida homilani qanaqa his qilishiga bog'liq. Masalan, agarda ona homiladan xursand bo'lsa, bu oilada kutilgan farzand bo'lsa, bola yaxshiyam borman degan tushuncha bilan katta bo'ladi va u hayotdagi muammolarni yechishiga judayam oson, yengil qaraydi.
Agarda ona homilani to'xtatmoqchi, ya'ni bu farzandni dunyoga kelishi unga og'irlik qilishini, noo'rinligini, bevaqtligini, hozir shu holatda homilani tug'ishni xohlamasligini o'ylagan bo'lsa, bola bir umr "Men bu hayotda ortiqchaman" degan tushuncha bilan yashaydi. Va 3-chi holati, demak shunaqa bo'lishi kerak ekan. Mayli, vaziyatli bo'ladi, homila har xil vaqt bo'ladi. Kutilmagan homila bo'lishi mumkin yoki rejalashtirilgan homila bo'lishi mumkin. Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, ona bolani qabul qilsa, demak man bu dunyoda hozir man hozir yana bir farzandli bo'larkanman degan xulosada bo'lsa, bu inson hayotda demak man kerakli joydaman degan xulosa bilan yashaydi. Katta yoshdagi qiynalib hayotda o'z o'rnini topolmagan insonlarni ba'zida sabablari ayni mana shu onani homilada uni tug'ilishini xohlaganmi yo'qmi, shunga ham bog'liq bo'ladi. Ona farzandini 3 xil vitamin bilan oziqlantiradi va bu ovqatlardan oladigan vitaminlar emas. Onadan emotsiyalari orqali, ya'ni hissiyotlari orqali, fikrlari orqali va harakati orqali vitaminlar oladi. Masalan, agarda ona salbiy emotsiyalarni ko'p his etsa, u bolada doim salbiylikka moyil yoki depressiya, tushkun holatda bo'lsa ona. Masalan, shunaqa bolalar bo'ladi, doim tushkun kayfiyatda yuradi. Doim kayfiyati yo'q, xafa, nimadandir norozi va ona xafa bo'ladi. "Nimaga san shunaqasan? Nimaga jahling chiqib, nimaga odamlarga qo'shilmaysan?" deb. Chunki o'zi aslida ona homila paytida balki toksikoz sababdir, balki oiladagi muhit sababdir, balki homilaga tayyor bo'lmaganligi, balki organizmdagi qanaqadir og'riqlar, qiyinchiliklar, kasalliklar sabab tushkunlikda bo'ladi va shuning uchun bola psixikasi depressiyaga, buni endogen depressiya deyiladi. Ya'ni katta bo'lganida ham hech qachon chiqmaydigan depressiyaga o'xshagan holatda yashaydigan bo'ladi. Bu onani emotsiyasidan o'tadi. Agarda onani harakatlari, ya'ni harakatchan bo'lsa, chaqqon bo'lsa, ko'p-ko'p ishlar qilsa, tez-tez yugursa, doim nimagadir intilsa, nimanidir o'rganishga harakat qilsa, ko'p kitob o'qisa, ko'p izlansa, ilm o'rgansa, bolada katta bo'lganda bu narsani даже bostira olmaysiz. O'qima kitobni desangiz ham baribir kitob o'qigisi keladigan, borma ko'chada yugurma desangiz ham nimadir o'rgangisi keladigan, har kuni yangi to'garak, har kuni yangi qiziqishlarga qiziqqan chanqoq bola bo'ladi. Chunki homila paytida ona o'zini xuddi shunaqa tutgan bo'ladi. Va fikrlarga keladigan bo'lsak, men buni juda ham oddiy bitta kuzatuvlarimda ko'rganmanki, agarda homila paytida ona o'z turmush o'rtog'idan, ya'ni farzandini otasidan juda ham ko'p norozi bo'lsa, xafa bo'lsa, u haqida salbiy fikrlarga ega bo'lsa, farzand katta bo'lganida otasi bilan munosabat qurishga qiynaladi. Chunki u ona qornida paytida otasi haqidagi fikrlarni salbiy fikrlar qilib уже singdirib bo'lgan va buni u anglab bo'lmas darajada nimagadir otasi bilan muloqoti qiyin, nimagadir otasi bilan til topisholmaydigan va otasidan xafaligi ko'rinadi. Aslida u bola emas, ona xafa bo'lgan homila paytida va bola buni o'zidagidek qabul qilib, otaga nisbatan xuddi shu munosabatlarni namoyon qiladi. Videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak siz farzandingiz taqdiriga befarqmasiz va agarda siz yanayam ko'proq farzand tarbiyasi, inson psixikasi haqida ma'lumotlarga ega bo'lishni xohlaysiz, sizni o'zimni rasmiy kanalimga taklif qilaman. U yerda men yanayam ko'proq ma'lumotlar bilan bo'lishaman. O'zi umuman onani holati asliga tasavvurda tushuntiradigan bo'lsak, mana bugungi kunda hammamiz Wi-Fi dan foydalanamiz. Uni qanaqa ishlashi, to'lqinlari ko'zimizga ko'rinmaydi. Ishlash tizimini umuman tushunmaymiz, o'rganmaganmiz. Lekin Wi-Fi bo'lmasa, hayotimiz to'xtab qolgandek yoki bo'lmasam uni qulayliklaridan biz ko'p imkoniyatlardan foydalanamiz. Onani quvvati, ya'ni energetik holati, emotsional holati bolaga xuddi shu Wi-Fi dek ta'sir qiladi. U homila paytida ona qornidan to 3 yosh bo'lgunicha, mana shu davrda ona bola uchun Wi-Fi hisoblanadi. Ya'ni qanaqa to'lqin yuborishi, qanday quvvat olishi, hayotda qanaqa his qilishi, o'zini va dunyo haqidagi tushunchalarini shakllanishida nima axborotlar yuborsa, xuddi shuni bola o'ziniki deb his qiladi. Shuning uchun biza bolani tarbiyalashdan oldin onalarimizni tarbiyalash, ya'ni ularni emotsional holatini barqaror qilish, ularga yaxshi kayfiyatni ko'rsatish, ularga yaxshi quvvat bilan oziqlantirishimiz muhim. Va bu o'rinda asosiy mas'uliyat erkaklarga, ya'ni farzandlarning otasiga va
uyi xonadoni kattasi bo'lgan qaynonalarga tushadi. Man xafa bo'laman, judayam ko'p qaynonalardan eshitamanki, kelinlardan eshitamanki, qaynonasi haqida nima qipti homilador bo'lsangiz, bizayam tug'ganmiz, hayvonlar ham tug'adi. Tug'ish bir ajoyib noyob bir mo'jizamas degandek judayam oddiy va mas'uliyatsiz qarashadi. Aslida homila bu ilohiy bir mo'jiza. Ya'ni insondan inson paydo bo'lishi. Mani qaynonam doim shu gapni aytardilar homila paytimda. Insondan inson paydo bo'lishi bu mo'jiza. Buni faqatgina ilohiy quvvat qila oladi va mana shu davrda homilaga biza mo'jizaga qaragandek qarashimiz kerak. Shunchaki hayotimizda kundalik bo'ladigan bir voqeadek emas. Mana shuning uchun erkaklarimiz, xonadonni kattalari yangi kelinlarga yoki o'sha xonadon ayoli, ona bo'layotgan ayolga judayam e'tiborli bo'lishi, unga imkon qadar yaxshi kayfiyat, yaxshi muhit yaratib berishi judayam muhim. Agarda siz naslingizni toza bo'lishini, nevaralaringiz, ya'ni sizni avlodingiz yetuk insonlar bo'lishini, ilmli bo'lishini xohlasangiz, siz homila paytidan buni ehtiyotini qilishingiz kerak. Shunchaki unga yaxshi repetitorlarga yuborish, shunchaki yaxshi institutda o'qitish, shunchaki faqatgina yaxshi insonlar bilan muloqot qildirish va unga katta pullarni investitsiya qilishdan oldin homila vaqtidagi onani xatti-harakatlari, onani fikrlari, onani emotsiyasiga diqqat qarating. Savol tug'ilishi mumkin, qanaqa qilib bola ona qornida onani nima his qilganini, nima harakatlarini va fikrlarini anglashi mumkin? Bilasizmi, buni judayam ko'p tadqiqotlarda kuzatishgan. Bir bu mana perinatal psixologiya o'zi yangi ilm bo'lishidan qat'iy nazar, bunga judayam ko'p yangi texnikalar kirib kelgandan keyin, ya'ni MRT, MSKT, UZI apparatlari paydo bo'lgandan keyin, Dopplerlar paydo bo'lgandan keyin, homilani shunchaki tashqaridan emas, ichkaridan kuzatish imkoniyati paydo bo'lgandan keyin o'rganishdi. Va tadqiqotlarda, o'rganishlarda bir necha homilalarda shunaqa sinovlar o'tkazishdi. Onani qorniga kuchli yorug'lik tegganida, bola ona qornida ko'zlarini chimirib, qo'llari bilan ko'zini to'sarkan. Buni kuzatuvlarda ko'rishdi. Demak, bola hattoki yorug'likni his qiladi. Va agarda ona katta shovqin joylarga borsa, a, musiqasi qattiq bo'ladigan yoki baqiriq ovozlarni eshitganda ham quloqlarini yopib, to'sib olganini apparatlarda kuzatishgan. Shu o'rinda bitta judayam o'zimizni o'zbek mentalitetida chiroyli bo'lgan urf-odat bor. Homila kattalashgan sari onalarimiz, ayajonlarimiz kelinlarini uzoq muddatli yo'llarga yoki bo'lmasam to'y hashamlarga yuborishmagan. Ba'zi kelinlar bundan xafa bo'lishgan. Oyim mani to'yga yubormadilar, manga to'yga borishga ruxsat bermaydilar deb. Bu aslida ehtiyotlash bo'ladi. Chunki haqiqatdan siz uchun qiziq bo'lgan davra haligi ona qornida bo'lgan bola uchun o'tdagi to'ydagi, hashamdagi qattiq musiqalar, ayniqsa bugungi kunda to'ylarimizda sog'lom katta odam ko'tara olmaydigan detsiballarda musiqa yangraydi. Mana bu bolani psixikasi uchun xuddi katta bu miyasiga zarba bergandek tuyuladi va tabiiy holatda uni psixik buzilishlar bilan tug'ilish ehtimoli yuqori bo'ladi. Shuning uchun onaxonlarimiz, kelinlarimizni katta homila paytida azaga yubormasligi, to'ylarga yubormasligi, ko'p odamlar bo'lgan davrlarga yubormasligi bu judayam to'g'ri harakat bo'lgan. Man har doim homilador ayolni imkon qadar sokin joylarda, chiroyli joylarda, xotirjam bo'ladigan joylarda o'tirishiga taklif qilaman. Va yana bitta ahamiyatli narsa, nimagadir bizani ayollarda mentalitetda g'iybat degan narsa judayam avj olgan. Mana shu paytda tasavvur qilinglar, hozir aytganimdek bola onani fikrlari, emotsiyasi, holatlaridan oziqlanadigan bo'lsa, mana shunaqa davraga bordi. Judayam katta shovqin, nagruzka tushadi bolaga. U shovqindan qo'rqqan holatida yana onani fikrlari, emotsiyalari salbiy bo'lsa, kimnidir muhokama qilish, kimdandir noroziligi, kimdandir shikoyati bilan ovora bo'lsa, bolani psixikasini qanaqa bo'lib shakllanayotganini tasavvur qilib ko'ring. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, agarda farzandingizda tarbiyada muammo bo'layotgan bo'lsa, siz farzandingizni o'zgartirishga shoshmang. Shunchaki o'zingizni homila paytingizni eslang. Qanaqa bo'lgansiz? Nima ozuqalar bergansiz? Nima fikrlarda, qaysi hissiyotlarda bo'lgansiz o'sha davrda?
Agarda bolaga salbiy hissiyotlarni bergan bo'lsangiz, sizni holatingiz yaxshi bo'lmagan bo'lsa homila paytida, demak to'g'rilashga katta ehtimol bilan imkoniyat sizda ko'proq farzandingizdan ko'ra. Va bu faqatgina farzandingiz homila paytida yoki 3 yoshgacha bo'lgan davrda emas, 25-26 yoshda bo'lsa ham onani holatini o'zgarishi bolaga katta ta'sir ko'rsatadi. Masalan, bolangiz bilan kontaktni yaxshilab olish, unga ana endi salbiy emotsiyalar bilan emas, "San nimaga yomonsan? San nimaga bunaqasan?" degan shikoyat, norozilik emas. Demak, homila paytimda o'zim shunaqa harakatlar ko'p qilgan ekanman degan anglashlar orqali o'zingizni to'g'irlab, o'zingizni holatingizni to'g'irlab, emotsiyalarni, fikrlarni o'zgartirgan holda bola bilan muloqotga kirishing. Va agarda siz endi turmushga chiqqan bo'lsangiz va homilani rejalashtirgan yoki bo'lmasa hozir vaqtda homilador bo'lsangiz, sizga tavsiyam ko'proq ilm o'rganishga. Ya'ni farzandingizni qanaqa holatda ko'rishni xohlaysiz? Xushchaqchaq, omadli, muvaffaqiyatli, ilmli, o'qimishli bo'lishini xohlasangiz, aynan shu harakatlarni siz hozir bajaring. Siz hozir ko'p ilm o'rganing, siz hozir xushchaqchaq bo'ling, siz hozir atrofdan rozi holatda bo'ling. Mana shunda farzandingiz dunyoga уже tayyor bo'lib, ya'ni siz xohlagan holatda katta bo'lishi ehtimoli yuqori bo'ladi. Bugungi videodan xulosalarimiz: agarda siz farzandingizni homiladormisiz, 5 yoshmi farzandingiz yoki 25 yoshmi, uni holatida o'zgarishlarni kutmoqchi bo'lsangiz, avvalambor o'zingiz unga aytgan vitaminlarimiz, ya'ni emotsiyalaringiz, fikrlaringiz va harakatlaringizni o'zgartiring. Va tavsiyam homila vaqtiga diqqatli bo'ling. Harakatlaringizni o'zgartiring, odatlaringizni o'zgartiring. Ilmni o'rganmoqchi bo'lsangiz, ko'proq kitob o'qishga, ko'proq hayotdan rozi bo'lishga, zavqlanishga, chiroyli, go'zal narsalarni atrofida bo'lishga harakat qilingki, sizni farzandingiz siz kutgan xulqda, fe'lda tug'ilsin. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz va o'zingizga kerakli ma'lumotlarni olgan, tavsiyalarni olgan bo'lsangiz, xulosalarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Eng go'zal, eng chiroyli xulosa uchun sovg'amiz bor, bu kitob. Xudo xohlasa, sizga uni taqdim etamiz. Bu video sizga yoqqan bo'lsa, layk bosishni, obuna bo'lib qo'yishni unutmang va homilador bo'layotgan, farzandini katta qilayotgan tanishlaringizga yuborib qo'ying.